Assalomu alaykum, qadrli kanalimiz tinglovchilari. Biz bugungi hikoyani boshlashimizdan avval kanalga like va podpiska bosib ketamiz. Bunday bo'lsa hikoyani boshladik. Hikoyamiz nomi Qabrda qolgan nafas deb nomlanadi. Bir paytlar kichkina bir qishloqda yashagan bir yigit bor edi. Uning ismi Jamshid edi. Bir kecha u do'stlari bilan o'tirishdan kech qaytayotib, eski qabriston yonidan o'tishga qaror qildi. Odamlar bu joy haqida qo'rqinchli gaplar aytishardi. U o'tayotganda bir ovoz eshitdi. Kimdir uning ismini aytib chaqirdi. U to'xtadi. Atrof jimjit edi va yana ovoz keldi. Uning ismini takrorlashyapti. Ovoz qabristondan kelardi. U qo'rqib uyiga yugurdi. Ammo o'sha kechdan keyin har kecha soat 3:00da uyg'onib bir xil ovozni eshita boshladi. Men bu yerdaman. Bir kuni u bobo bilan gaplashdi. Bobo unga dedi, u yerda bir qiz tiriklay ko'milgan. Uning ruhi tinch emas. O'sha kecha Jamshid yana qabristonga bordi. U tuproqni sekin kavlab sandiqni ochdi. Ichida suyaklar bor edi. U hammasi tugadi dedi. Shu payt orqadan qadam tovushi eshitildi. U o'girilib qaradi va o'zini ko'rdi. Ikkinchi Jamshid edi. Va u shunday dedi: "Sen kechikding." Haqiqiy Jamshid tuproqqa tortila boshladi. "Endi men chiqaman, sen olasan." U yer ostiga ketdi. Ertasi kuni Jamshid qaytdi. Lekin u endi boshqa odam edi. Soyasi yo'q edi. Va kechasi ikki ovoz eshitilardi. "Meni chaqir, navbating keyingi."